Bugun Domo ilovasiga eng ko'p beriladigan savollarga qisqa va aniq qilib javob beramiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi savol: gaz tarixida o'zgarish qayd etilmagan deb chiqsa, nima qilish kerak? Domo ilovasiga kirganingizda ba'zi bir paytlar o'zgarish qayd etilmagan yoki bo'sh turgan holatni ko'rishingiz mumkin. Bunaqa paytda nima qilish kerak? Aslida hisoblagich ishlayveradi, uning ichidagi batareyka yoki sim kartasi kuchsizlanib qolgan bo'lishi mumkin va u kuchsizlanib qolganda ma'lumotlarni bizga yubora olmaydi. Domo ilovasi barcha ma'lumotlarni tashkilotlardan oladi, o'zi o'lchamaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Agar sizda ham shunday vaziyat kuzatilgan bo'lsa, ekraningizdagi hudud gaz raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ikkinchi savol. Bu savol bizga ko'proq tushadi. Obuna olsam oldingi 3-4 yillik elektr tarixini ko'ra olamanmi? Yo'q. Domo obunasiga ulangan kuningizdan boshlab ma'lumotlarni shu kundan to'play boshlaydi. Undan oldingilarni olib bermaydi. Buning sababi oddiy, ma'lumotlarni tashkilotlardan real vaqtda oladi. Uchinchi savol. Ba'zilar kadastr raqamimni kiritdim, lekin uy boshqani nomida turibdi. Nima qilishim kerak? Deyshadi. Buni to'g'rilash uchun o'sha tashkilotlarga, gaz yoki elektr xodimlariga murojaat qilishingiz kerak. Domo ilovasi bu ma'lumotlarni to'g'rilay olmaydi. Ko'pchilik keshbeklarni yig'gandan keyin endi nima qilaman buni deb so'rashadi. Keling hozir shu haqida gaplashamiz. Profil bo'limiga o'ting. U yerda kommunal hamyonni ko'rishingiz mumkin. To'plangan keshbeklaringiz aynan shu yerda ko'rinadi. Ishlatish uchun faqat bitta shart bor. U ham bo'lsa yuzingizni Face ID qilib tasdiqlashingiz kerak. Undan keyin o'sha keshbeklarni faqat o'zingizning kommunal to'lovlaringizga to'lov qilsangiz bo'ladi. 5-savol. Bu savol ham bizga ko'p keladi. Men kartamni ilovaga qo'sha olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Keling hozir men sizga karta qo'shishni tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib ilovaga kiramiz va undan keyin profil menyusiga o'tamiz. Karta qo'shish tugmasi turibdi. U yerda o'zingizning kartangizni qo'shib, bemalol kommunal to'lovlaringizni to'lasangiz bo'ladi. 6-savol, avtoto'lov. Asosan bu savolni ota-onalarimiz ko'proq berishadi. Interval to'lov. Siz belgilagan vaqtda ishlaydi. Masalan, har oyning 1-sanasini qo'ydingiz, aynan o'sha kuni to'lov o'tadi. Balans kamayganda, siz belgilangan miqdordan pastga tushganda avtomatik to'ldiradi. Bu aniq sanaga bog'liq emas. 7-savol. Uy nomiga nimani yozsam bo'ladi? Xo'p, uy qo'shganda nom kiritadigan joyni ko'rib, ko'pchilik hayron qoladi. Bu yerga nima yozsam ekan deb. Xo'p, bu yerga xohlagan narsangizni yozsangiz bo'ladi. Toshkentdagi uyim, ikkinchi uyim, ota-onamning uyi, farqi yo'q. Bu faqat o'zingiz uchun, adashib ketmasligingiz uchun yoziladi. 8-savol. Domo bildirishnomalari qayerda bo'ladi? Domo bildirishnomalari qayerda turadi? Menga Domo xabar yubordimi? Uni qayerdan ko'rsam bo'ladi deb savol berishadi. Keling, men sizga hozir shuni ko'rsataman. Ilovani ochamiz va profil sahifasining qo'ng'iroqcha belgisi bor. Domodan kelgan barcha xabarlar aynan shu yerda ko'rinadi. Agar sizda bildirishnomalar o'chirilgan bo'ladigan bo'lsa, profil bo'limiga o'tasiz, sozlamalarga kirib, u yerda bildirishnomalarni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda Domo ilovasiga eng ko'p beriladigan savollar haqida gaplashdik. Sizning yana qanaqa savollaringiz bor? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.